O'tgan safar Arnold bilan tanishgan edingiz. U juda ham yuqori balanddan, ya'ni 30 ming fut balandlikdan parashyutsiz sakradi. Ha, uning omadi keldi. Chunki u qor uyumiga tushib tirik qoldi. Bu uzoqqa cho'zilmaydi. Arnold, vahima qilma. O'zingni qo'lga ol. Yerga allaqachon qo'nib bo'lding. Antarktidadagi Fuji gumbazi yaqinidasan. Yerdagi eng sovuq joy. Bu yerda harorat ba'zida juda ham sovib ketadi. Selsiy bo'yicha 132.6 gradus. Atigi bir necha daqiqalar ichida odamlarning ko'zlari va o'pkalari muzlab qoladi. Omading bor ekan, bu yerga yoz faslida kelding. Hozir harorat juda ham iliq, ya'ni -31 gradus. Tanang bunday sharoitda sovib boshlaydi, ya'ni har yarim soatda 1 gradusga. 1 soatdan kam ichida mushaklaring qisqarishni boshlaydi. Qo'llaring bilan yo'qotilgan issiqlikni tiklashga harakat qil. Bundan keyin juda ham dahshatli, vahimali qo'rquvni his qilasan. Oyoq qo'llaring sovuqdan yorilib ketadi, chunki periferiy tomirlaring allaqachon qisqarishni boshlagan. Maqsad qonni tana ichkarisiga yo'naltirib, eng muhim organlarni issiq saqlash. Tez orada titroqqa duch kelasan va sen sovuqni unchalik sezmaysan. Ammo Arnold bo'shashma, bu juda ham aldamchi hissiyot. Qiziqarlisi endigina boshlanmoqda. Oradan biroz vaqt o'tgach kuchliroq xuruj sodir bo'ladi. Tanangda o'zgarishlar sodir bo'ladi. Halokat paytidagi kabi silkinish. Keyinroq buni ta'sirini his qila boshlaysan. Gormonlar va endorfinlar keltirib chiqadigan ta'sir. Endorfinlar seni biroz sarkashtiradi va o'zingni yo'qotib qo'yasan. Arnold, ahvoling yaxshimi? Sen deyarli o'ta kuchli gipotermiya nuqtasidasan. Tanang harakatdan to'xtaydi. O'zingni isitishga bo'lgan so'nggi urinishlardan biri. Bir lahzada hushingdan ketasan. Qo'shimcha ravishda tanang ba'zi faoliyatlardan aziyat chekadi, yurak urishi va nafas olishingdan. Va nihoyat sayohating tugaydi. Tanang haroratda -85 gradusgacha tushib ketadi. Bu degani o'lim. Meni eshityapsanmi? Arnold! Arnold! Hushingdan ketmaslikka harakat qil. Senga yordam berish yo'lini topdim. Meni eshityapsanmi? Qani tayyorlan. Biz seni hozir teleportatsiya qilamiz. Teleportatsiya qayerga bo'lgan deb o'ylaysiz? O'z fikringizni kommentlarda yozib qoldiring. Keyingi qismlarda uchrashguncha xayr. Aytgancha video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yishni unutmang va videoni do'stlaringiz bilan baham ko'ring. Agar video yoqqan bo'lsa kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Agar mana shu videoni ko'rib kanalga obuna bo'lgan bo'lsangiz men juda ham xursand bo'laman. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.